Brevant namoyish etadi. Rick Rigsby, amerikalik motivatsion spiker, yozuvchi va sobiq professor. Rick otasining oddiy ammo chuqur hayotiy saboqlari haqida so'zlab bergan va 3-sinfni bitirgan odamning donishmandligi nutqi bilan dunyoga tanilgan. Uning so'zlari millionlab odamlarga ilhom bergan. Umid qilamanki, do'stlar, sizlarga ham juda foydali bo'ladi. Men uchratgan eng dono inson 3-sinfdan keyin maktabni tashlab ketgan. Bitta qilib aytganda, eng dono inson va maktabni tashlab ketgan. Ana shunday paradoks. Tasavvur qiling, boshlang'ich maktabni tashlab ketgan inson menga bilim va donolikni uyg'unlashtirishni o'rgatdi. Bu mening otam edi. Ular oddiy oshpaz edilar. Lekin shunga qaramay, ular men uchratgan eng dono inson edilar. Odam fermada yordamga muhtoj bo'lganlari uchun otam maktabni 3-sinfdan keyin tashlab ketishga majbur bo'lganlar. Lekin maktabni tashlab ketganlari bu ta'limni butunlay tark etdilar degani emas edi. Mark Twain bir kun shunday degan: men hech qachon maktabning ta'limimga aralashishiga yo'l qo'ymaganman. Otam o'zlari mustaqil ravishda o'qishni va yozishni o'rgangan edilar. Va fuqarolar urushining oxirgi bosqichida qabul qilingan irqiy tengsizlik to'g'risidagi qonunga qaramay, otam boshqalar kabi qochib ketmagan edilar. Ular qolishga va odam bo'lishga qaror qildilar. Na qora, na oq, na qizil tanli, balki inson bo'lib. Va ular o'zlariga shunday chaqirib qo'ydilar: har kuni imkon boricha kechagi kunimga nisbatan yaxshiroq bo'laman. Mana 3 diplomim bor, akam esa sudya. Ammo biz oilamizdagi eng aqlli insonlar emasmiz. Chunki bizning otamiz dono inson edi va bu juda muhim. Maktabni tashlab ketgan odam Mikelanjeloni iqtibos qilardi va shunday derdi: "Bolalarim, katta niyat qilib maqsadga yeta olmaslik qo'rqinchli emas. Qo'rqinchlisi pastiga intilib unga erishib qo'yishdir." Onam esa viloyatdan chiqqan ayol Henry Fordni iqtibos qilardi: agar siz bir narsaga erisha olaman deb o'ylasangiz, haqiqatdan ham erisha olasiz. Agar erisha olmayman deb o'ylasangiz, shunda ham adashmagan bo'lasiz. Mana shu oddiy saboqlarni biz faqat 3-sinfgacha o'qigan otamizdan o'rgandik. Oddiy saboqlar, masalan, 1 daqiqa kech qolgandan ko'ra 1 soat vaqtliroq yetib borgan afzalroq. Uyda soat necha bo'lganini biz hech qachon bilmasdik, chunki bizning soatlarimiz har doim ilgarilab yurardi. Onam davom etardilar: otang 30 yil davomida har kuni ertalab soat 3:45 da uyg'onib, uydan chiqib ketardilar. Va bir kuni so'radilar: "Nega har kuni unaqa vaqtli uyg'onasiz?" Va otam javob berdilar: "Agar men bir kun bo'lsa ham o'zimga dam berib, uydan chiqmay qo'ysam va o'g'illarimdan biri buni ko'rsa, shu bittagina harakatim bilan ularga bergan barcha saboqlarimni inkor qilgan bo'laman." Aristotel aytgan: "Biz o'z harakatlarimizamiz." Demak, mukammallik bu odat bo'lishi kerak, bir martalik harakat emas. Shuning uchun hech qachon o'z ustingizda ishlashni esdan chiqazmang. Qanchalik kuchli bo'lsangiz ham mehribon bo'lishni unutmang va hech qachon buni unutmang. Hech qachon onangizni ranjitmang. Agar onangiz baxtli bo'lmasa, oilada hech kim baxtli bo'lmaydi. Agar otangiz baxtli bo'lmasa, hech kimning ham parvosi bo'lmaydi. Nimani nazarda tutayotganimni tushunyapsiz? Keyingi saboq o'sha oddiy oshpazdan. O'g'lim, sening yutuqlaring har doim sening manmanligingdan ustunroq bo'lsin. Chunki manmanlik orqali sen o'z ahmoqligingni oqlashga harakat qilasan. Sizni ham shunaqa tanishlaringiz bo'lsa kerak, to'g'rimi? Men shu gapni yana qaytaraman. Manmanlik orqali odamlar o'zini ahmoqligini oqlashga harakat qiladi. Manmanlik nodon odamni og'ir yukidir. Jon Wooden Los Angeles universitetidagi basketbol jamoasiga murabbiylik qilgan, ammo uning eng katta yutug'i odamlarga ijobiy ta'sir o'tkazish edi. Chempionatga tayyorgarchilik ko'rayotgan chog'da ham haftaning o'rtasida u nima ish bilan shug'ullangan deb o'ylaysiz? Omborga kirib, shobrani olib, sport zalni yuvib tozalagan. Agar siz ham boshqalarga namuna bo'lishni istasangiz, avvalroq o'zingizdan boshlang. Har kuni o'z polingizni yuving. Shunday qilib, siz qolganlarga to'g'ri namuna bo'la olasiz. Faqat shaxsiy namuna va chin yurakdan mehnat qilish orqali siz odamlarga hayotda ta'sir o'tkaza olasiz. Otamning so'nggi saboqlaridan biri: "O'g'lim, agar bu ishni boshlagan bo'lsang, uni oxirigacha yetkaz." Menga ko'p marta boshingdan balanga sakrab bo'lmaydi deb aytishgan va men boshqalarga o'xshamaslik istagim tufayli ko'p marta hammaga kulgu bo'lganman. Ammo sizlarga aytmoqchimanki, bu gaplarni eshitishning o'zi kifoya emas. Ular bilan yashash kerak.
Har kuni o'zingizga shunday deng. Yulduzlarga intil. Har kuni o'zingni kechagidan yaxshiroq qil. Yaxshi, bu yetarlicha yaxshi emas, agar yaxshiroq bo'lishning imkoni bo'lsa. Va hatto yaxshiroq bo'lish ham chegara emas, agar mukammal bo'lishning imkoni bo'lsa. Va bu gaplarni doim qalbimda yashaydigan, hayotimda sodir bo'lgan bir voqea bilan yopmoqchi edim. Donolik sizga eng kutilmagan joylardan keladi. Mag'lubiyatlardan, qattiq og'riqlardan va hayot sizni eng quyi cho'kmalarga va tublarga olib tushganda yodingizda tuting. Agar kurashishni to'xtatmasangiz, shu tub yangi hayot qurishingiz uchun yaxshigina poydevorga aylanishi mumkin. Va men siz muvaffaqiyatga erisha olishingizga shubha qilmayman. Men faqatgina siz vaqt-vaqti bilan xato qilmaysiz deb xavotirlanaman. Chunki siz xato qilmasangiz rivojlanmaysiz. Har doim yiqilib o'rnidan turgan inson maqsadiga erisha oladi va hammaga o'rnak bo'la oladi. Buni isbotlash uchun sizga bir voqeani aytib bermoqchiman. Keling 1970-yillarga qaytamiz. O'shanda men hayotimdagi eng go'zal ayolni uchratganman. U shunchalik go'zal va yuksak ediki, hatto kollejdagi hamma yigit unga yaqinlashishga qo'rqar edi. Mening esa katta muammoim bor edi. Chunki o'sha davrda qorin qo'ygan qora tanli yigitlarga qizlar uncha qiziqishmas edi va yana to'laroq yigitlar futbol o'ynamas edi. Qizlarga esa bo'y basti kelishgan hujumchilar yoqardi. Lekin meni yoqatadigan hech narsam yo'q edi. Va bir kuni raqs kechasiga borib, u bilan tanishishga qaror qildim va uni ismi Trina Williamsligini va tegidan Kaliforniyadanligini bilib oldim. Bu muvaffaqiyatdan ilhomlanib, men yanada chuqurlashishga qaror qildim va undan telefon raqamini so'radim. Tasavvur qilyapsizmi, men o'sha payt Trina o'zini haqiqiy telefon raqamini bergan yagona yigit edim. Ertasi kuni esa biz kafega muzqaymoq yegani bordik. Do'stlarim esa bunga hech ishona olishmadi. Bu 40 yil avval bo'lgan edi, lekin do'stlarim hanuzgacha ishona olishmaydi. Keyin biz ikkinchi uchrashuvga bordik. Undan keyin uchinchisiga, to'rtinchisiga. Va bir oy o'tgach, uni ota-onam bilan tanishtirishga uyga olib bordim. Meni otam ham bunga ishona olmadilar. Men shunchalik g'ururlanadigan qahramonim, ustozim meni chetga olib, "Bolam, u qizni nima, tomi ketganmi?" deb savol berdilar. Va shunday qilib biz 2-3-4 yil davomida gaplashib yurdik. Va vaqt o'tib, Trina kollejni tugatdi. Menda esa ungacha haliyam uzoq bor edi, lekin men harakatni to'xtatmadim. Va nihoyat 4-urinishda men ham kollejni tamomladim. Tasavvur qilasizlarmi, men Nixon, Ford, Carter va Reagan davrida bitirib oldim. Xullas Trinaga taklif qilishni vaqt soati keldi. Men juda hayajonlanardim va uning dugonalaridan maslahat so'rashga qaror qildim. Va uni boshlashdi. Xullas bochu tabiatda bo'lishi kerak, sham qo'yilishi shart, konfetlar, shirinliklar, ichimliklar. Men esa yo, shoshmay turinglar. Men oddiy shaharning chekkasidan kelgan yigitman va sharoitim yetadigan narsa atigi bir shisha dala sharobi. Tasavvur qilasizlarmi, o'sha paytda bundan ortig'iga sharoitim yetmas edi. Va u rozi bo'ldi. Mana eng muhim narsa nima? Men hayotimdagi eng go'zal ayolga uylangan edim. Va to'yimizni boshida qulog'imga to'g'ridan-to'g'ri chalingan gap. Buni qanaqa qilib o'z imkoni bor? Va bu gaplar meni qarindoshlarim tarafdan aytilgan edi. Biz turmush qurdik va Xudo bizga 2 ta farzand berdi. Bizning hayotimiz ajoyib edi. Bir kuni Trinada chap ko'kragida bez topildi. Bu ko'krak saratoni edi va ushbu tashxisdan 6 yil o'tib, men va 2 kichik farzandim Trinaning tobudiga qarab turdik. 2 yil davomida yuragim umuman urmadi. Agar otam va Xudoga ishonchim bo'lmaganida, men hozir bu yerda turmas edim. Agar farzandlarim bo'lmaganida, yashashning hech qanday ma'nosi qolmagan bo'lar edi. Men butunlay singan edim. Bu o'sha boya aytilgan tub edi. Va bilasizmi, menga nima yordam berdi? 3-sinfdan keyin maktabni tashlab ketgan insonning, oddiy oshpazning donoligi. Tobut yonida turganimizda otam rosa yig'ladi. Men otamni butun umrim davomida biror marta yig'laganini ko'rmagan edim. Ammo bu safar ko'rdim. Trina otam uchun shunchaki kelin emas edi. U otamning qizlaridek bo'lib qoldi. Men otamning orqasida turib, Trinaga so'nggi marotaba qarab turgan edim. Va o'sha payt otam menga hayotimni butkul o'zgartirib yuborgan 3 ta so'zni aytdilar. Bu otamning menga bergan so'nggi saboqi edi. O'g'lim, sen uddalaysan va kuching yetadi. Qanchalik og'ir bo'lmasin, sen bu sinovdan o'ta olasan. Hech qachon taslim bo'lma. Men bu gaplarni shunchalik yaxshi eslaymanki, go'yo hozir men otamning o'rniga sizlarga shu gaplarni aytyapman. Men yana Trinaning oxirgi gaplaridan birini eslayman. U meni ko'zimga qaradi va aytdi: "Menga qancha yashaganim muhim emas, qanday yashaganim muhim."
what matters to me most is how I live. Men sizga hayotim davomida berib kelayotgan bitta savolni beraman. Va bu savolni men o'sha 3-sinfdan maktabni tashlab ketgan inson tufayli o'rgandim. Siz qanday yashayapsiz? Qanday yashayapsiz? Har kuni o'zingizdan so'rang. Men qanday yashayapman? Mana qanday qilib oddiy oshpaz umringiz oxirigacha o'zingizga savol berib yashashingizni taklif qilgan bo'lar edi. Hech kimga hukm chiqazmang. Vohliroq keling. Mehribon bo'ling. Uydagi yaqinlaringizni ko'nglini ranjitmang. Agar bir ishni boshlasangiz, uni oxirigacha bajaring. Otam aytgan bo'lardi. To'g'ri ish qilganingda emas, xatolardan saboq olganingda haqiqiy o'rganish yuz beradi. Qanday xato qilsangiz, qolgan barcha hayotingizni qanday tuzayotganingizni ko'rsatadi. Faqatgina shunda siz bu dunyoda va atrofdagi odamlarga o'rnak bo'la olasiz. Va bu orqali sizni tarbiyalagan odamga hurmat ko'rsatasiz va donolikni keyingi avlodga yetkazasiz. Shuning uchun har kuni rivojlaning, o'zingizni ustida ishlang, har kuni donolik izlang. O'zingizga har kuni savol bering. Bugun men nimani o'rgandim? Men qanday yashayapman? Xudo hammalardan rozi bo'lsin. E'tiboringiz uchun rahmat. Ta'lim sizga omon qolishga yordam beradi, ammo o'z-o'zini ustida ishlash sizni muvaffaqiyatga olib keladi. Bilingki, qanchalik og'ir bo'lmasin, siz barchasiga bardosh bera olasiz. Hech qachon taslim bo'lmang.